Assalomu alaykum azizlar. Siz yana Planeta Zich kanalidasiz. Ko'pchilik Chang'an Nevo A07 haqida gap ketganda uning komfort va texnologiyalari haqida gapirishadi. Bugun esa biz siz bilan uning ko'rinmaydigan signallarini tekshiramiz. Natija siz o'ylagandan boshqacha bo'lishi mumkin. Qani, ketdik. Chang'an Nevo A07 elektromobilining haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkich 1.7 mGauss. Haydovchi oyoq osti ko'rsatkichi 8.9 mGauss gacha ko'tarildi. Markaziy konsoldagi ko'rsatkichimiz 14 mGauss gacha ko'tarildi do'stlar. Monitorimizdagi ko'rsatkich 1.1 mGauss. Yon o'rindig'idagi ko'rsatkich 0.7 mGauss. Orqa o'rindiq ham sizlar uchun qiziq bo'lishi mumkin. Uning ko'rsatkichi 0.4 mGauss. Eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi markaziy konsolda 14 mGauss chiqdi. Natija biroz balandroq. Shunday bo'lsa-da, xavflilik nuqtai nazaridan ancha xavfsiz. Shunday ekan, sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziq bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Sizning ham elektromobilingizni test qilib beramiz. Aytgancha, videolarimizni ko'pchilik odamlar kuzatishi uchun unga like bosing. Keyingi videolarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.